Milliard dollarlik kompaniya kalla qo'ydi. Tasavvur qiling, siz 8 yil davomida bitta o'yinni kutasiz. Chiqishiga esa atigi 3 oy qoladi va birdan internetda kimdir o'sha o'yinni o'ynab o'tirgan video tarqaladi. Rasmiy treyler emas, Rockstarning reklama roligi emas, oddiy gameplay. Kimdir uyda o'tirib, chiqmagan o'yinni o'ynab, o'zini ekranini yozib olyapti. Bir hafta ichida bu hacker o'nlab video chiqaradi. O'yinning to'liq xaritasi, missiyalar va oxirida shunaqangi narsa qildiki, butun industriya jimib qoladi. Bugun biz Cyberleak ishini boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz va eng muhimi bu qanday sodir bo'lgan bo'lishi mumkinligini kiber xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil qilamiz. Oxirida bu voqeadan har bir kompaniya va har bir mutaxassis olish kerak bo'lgan 3 ta amaliy xulosa bor. Bu hodisa 18-avgust nomsiz akkaunt qisqa video joylagan payt boshlanadi. Video ichida o'yinda basketbol o'ynayotgan sahna bor edi. Lekin izohlarda esa ko'pchilik buni Unreal Engine 5 da qilingan soxta qalbaki. Hozir bunaqa narsani yasash qiyin emas degan izohlarni yozib qoldirishgan. Yana bir necha soatdan keyin ikkinchi video chiqadi. Va u videoning ichida o'yinning to'liq xaritasi, Leonida shtati, ichida 5 ta okrug, temir yo'l tizimi va o'nlab kichkina orolchalar. Shu paytda Rockstar javob qaytaradi. Qanaqa javob deysizmi? DMCA, mualliflik huquqi bo'yicha o'chirish talabnomalari. YouTube'dan, X'dan, butun ijtimoiy tarmoqlardan videolar yo'qola boshlaydi. Va bu eng katta isbot bo'ldi. O'ylab ko'ring, agar bu video soxta bo'lganida Rockstar nimaga o'z mualliflik huquqiga tayanib o'chirish so'raydi? Soxta videoni mualliflik huquqi ularga tegishli emas-ku. Keyingi kunlarda deyarli har kuni yangi videolar, tungi klub sahnalari, samolyotda uchishlar, giperkarni o'g'irlanishi va liker o'z saytida so'rovnoma o'tkazishni ham boshlaydi. Keyingi safar nima video chiqarishni xohlaysiz? Endi hodisamizning eng muhim nuqtasiga e'tibor bersak, bir videoda o'yinchi devorga qarab 4 ta harf o'q bilan chizadi. LEEK. 2022-yilgi mashhur Rockstar hujumida hacker kompaniyaning ichki tizimidan tayyor videolarni o'g'irlagandi. Ya'ni u boshqa odamlar yozib olgan kadrlarni tarqatgan. Bu safargi video esa boshqalardan ajralib turadi. Ya'ni devorga o'q bilan yozish uchun sizda o'yinni ishlab turgan versiyasi bo'lishi kerak. Endi savol tug'iladi, shuncha videolar, shuncha isbotlar nimaga chiqyapti? Cyberleak o'zini saytida manifest e'lon qildi. U xohlayotgan narsa pul emas. Cyberleak 3 ta talabni qo'yadi. Raqamli erta buyurtmalarni to'xtatish, bir o'yinchi rejimini saqlab qolish va diskda allaqachon mavjud kontentni DLC deb qayta sotishni bas qilish. Asosiy maqsad shundaki, ishlab chiqaruvchi bizga faqat litsenziyani sotadi. Lekin biz uni sotib olsak ham, ularning nazarida bu oddiy xarid deb ataladi. O'yinni ular o'chirib qo'yishsa ham, pul esa ularning cho'ntagida qoladi. Rockstar ochiq uzr so'rab chiqishini va aniq majburiyatlar olishini, aks holda videoliklar davom etishini Cyberleak ta'kidlab o'tadi. Endi men sizga bir boshqa, ya'ni tanganing ikkinchi tomonini, ya'ni boshqa tomondan ozgina fikrlashni bir ko'rsatib o'tsam, chunki bu hikoyada bitta g'alati detali bor. O'sha iste'molchilar huquqi uchun kurashuvchi saytida, ya'ni Cyberleak saytida o'zi aslida nima bor? Kripto hamyon, donatlar va o'zini mem coin'i Cyberleak. Videolarning birida to'g'ridan to'g'ri qo'llab-quvvatlang va Cyberleak sotib oling degan chaqirig'i bor va so'rovnoma. Keyingi videolikni ovoz berish orqali tanlash. Ovoz berish esa faqatgina donat orqali amalga oshadi. Buni nomi esa monetizatsiya, ya'ni ideologiya bilan soqqa qilish bir vaqtda ishlayapti. Va bu bizga muhim narsani aytib o'tish kerak, ya'ni har qanday aktivizm ortida moliyaviy manfaat bor yoki yo'qligini oldin tekshirish kerak. Endi eng qiziq qismlarga to'xtalamiz, ya'ni oldindan ogohlantirib o'taman. Bundan keyingi hamma narsa gipoteza, ya'ni hech kim buni qanday chiqib ketganini bilmaydi. Biz esa shunchaki kiber xavfsizlik mutaxassisi sifatida ehtimolliklarni tahlil qilamiz. Statistikaga ko'ra, bunaqa hajmdagi sizib chiqishlarning katta qismi tashqi tomondan hujum emas, ya'ni ichkaridagi odam. Ishdan bo'shatilgan xodim, norozi bo'lgan kontraktor yoki o'yinni test qilish guruh a'zosi.
Va bu birinchi ssenariyimiz va uning ehtimolligi juda ham yuqori. Ikkinchi ssenariyimiz esa katta o'yin studiyalari yolg'iz ishlamaydi. Ya'ni motion capture studiyalari bor, lokalizatsiya kompaniyalari bor, Q&A outsourcinglar, port qiluvchi jamoalar, ularning har biri o'yinning bir qismi. Ularning xavfsizlik darajasi esa Rockstarnikidan past. Uchinchi ssenariy 2022-yilgi hujumni eslab o'tamiz. Rockstar ishchisini akkaunti buzib kirilib, ichki muloqot tizimiga kiriladi. Agar o'sha payt ishlagan bo'lsa, nimaga ikkinchi marta urinib ko'rish mumkin emas? Oxirgi ssenariy 2022-yilgi ishda hacker o'yinni kodlarini ham olganini aytib o'tadi. U kod hech qachon ommaga chiqmagan, balki u hali ham kimdirning qo'lida bo'lishi mumkin-ku. Va nihoyat Dead Man Switch, ya'ni eng ko'p muhokama qilinayotgan narsa. Agar leaker qo'lga olinsa, o'yinning to'liq nusxasi avtomatik ravishda internetga tarqaladi. Lekin Dead Man Switch bu vaziyatda nimaga kerak? Sababi oddiy: huquqni himoya qiluvchi organlar. Ya'ni bu ularni sekinlashtiradi. Bu vaziyatda Rockstar nima bilan band? DMCA, ya'ni uzluksiz agressiv bo'lgan minglab talabnomalar. Ikkinchidan sud, ya'ni Take-Two New York Janubiy okrug sudiga murojaat qilib, Microsoft va Discorddan videoliklarni tarqatgan akkauntlar bo'yicha ma'lumotlar so'raydi. Muddati esa 4-sentyabrgacha. Va bu yerda so'rov faqat likerni o'ziga emas, uni tarqatayotganlarni ham qamrab oladi. Ya'ni men shunchaki qayta joyladim degan o'zingizni himoya qilishingiz ishlamasligi mumkin. Moliyaviy tomondan esa leak paytida Take-Two bozor qiymatidan taxminan $2 milliard yo'qotadi. Qiymatni esa qaytarib oldi, lekin shu bir kunlik ta'sir juda katta bo'lganligini isboti. GTA 6 ni chiqish sanasi esa 19-noyabr, ya'ni o'zgarishsiz qoldi. Va videomizdan chiqqan kichik bir xulosaga yuzlansak, Rockstar jiddiy xavfsizlik jamoasiga ega $1 milliard kompaniya hisoblanadi. Va shunga qaramay, u 8 yildan beri ishlab kelayotgan o'yin tashqariga chiqib ketdi. Savol esa, eng zaif nuqta bu kompaniyani tizimi emas, bu kompaniya bilan hamkorlik qilayotgan boshqa bir tashkilotlar. Ya'ni ta'minot zanjiridagi har bir kompaniya sizning hujum yuzangizni bir qismi bo'lishi mumkin. Keyingisi esa ichki tahdid. Ya'ni bu eng kam e'tibor beriladigan nuqta hisoblanadi. Bu yerda esa siz ham fikringiz qiziq, ya'ni men aytib o'tgan qaysi ssenariy haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin yoki yana boshqa variantlar bormi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar kiber xavfsizlik mutaxassisligiga qiziqayotgan bo'lsangiz, hatto ko'rishguncha.